Assalomu alaykum azizlar. Kanalimizga yangi kirganlar uchun boshidan aytib qo'yay, biz mutaxassismiz va faqat ilmda berilgan gaplarnigina aytamiz. Shuning uchun bizdan hozir YouTube'ni bosib ketgan, ostida ilmiy asosi bo'lmagan, ya'ni aksariyati yolg'on bo'lgan vahimali ko'pirtma gaplarni kutmang. Demak, bundan oldingi videolarda hamma yaxshi biladigan O'zbekiston Yaponiya qo'shma korxonasi bo'lgan IFOda kompaniyasida ishlab chiqarilayotgan IFO PZN va IFO 132 lar haqida gaplashgan edik. Bugun ham IFOda mahsulotlari haqidagi serial videolarni davom ettiramiz va bu videoda suspenziya qilish hamda tomchilatib yoki yomg'irlatib sug'orish suviga qo'shib berishga mo'ljallangan Potex preparati haqida gaplashamiz. Potex o'zida 30% organik modda, 16% organik uglerod, 1,5% azot va 4% kaliy saqlaydigan stimulyatorli va oziq moddali o'g'it preparatdir. Shu yerda stimulyator nimaligini qisqacha tushuntirib ketamiz. Ya'ni biz reklama bahonasida dehqonchilik va bog'dorchiligingiz uchun eng zaruriy ma'lumotlarni beramizki, ketgan vaqtingizga chin dildan rozi bo'lasiz. Hozir Potex preparatida organik moddalar va organik uglerod bor dedik. Bular fulvo kislota, gumin kislota, aminokislotalar, polisaxaridlar va organik kislotalarning umumiy nomlanishi. Ya'ni Potexda ana shu moddalarning jami ulushi 30% ni tashkil etadi va bu miqdor bunaqa preparatlar ichida eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi, dunyo bo'yicha ham. Va ana shu moddalar preparatga stimulyatorlik xususiyatini beradi. Stimulyator aslida oziq modda emas, lekin berilgan oziq moddalarni ishlatuvchi hisoblanadi. Ya'ni ular o'simlik ildizdan o'zlashtirgan o'g'itlarni o'zlashtirib beradi, tanasiga singdiradi. Natijada o'simlik sog'lom, immuniteti esa kuchli bo'lib o'sadi. Biroq stimulyatorli preparatlar bilan suspenziya qilishda to'g'ri kelgan arzon stimulyatorlarni ishlatishdan katta foyda ololmaysiz. Ularni aksariyati nomiga stimulyator, aslida tayinli ish qila olmaydi. Ras siz suspenziya qilish uchun texnikaga, ishchilarga xarajat qilyapsizmi? Bunda yaxshi samara beruvchi preparatlardan foydalaning. Suspenziya qilish ko'zni aldash uchun bo'lmasin. Hozirda bunaqa preparatlarning ichida eng zo'rlardan biri bu boya aytganimiz Potex preparati hisoblanadi. Umuman olganda Potexdagi tarkiblar ikki xil funksiyani bajaradi. Birinchisi o'simlik uchun, ikkinchisi tuproq uchun ishlaydi. Birinchisida Potex o'simliklarning o'sishini rag'batlantiradi, ya'ni ularni yer ustki qismlarini va ildiz tizimini tez o'stiradi. Ildizni tuproq ichida keng yoyilishiga yaxshi yordam beradi. Yangi ildiz tukchalarini shakllantiradi. Natijada tuproqdan oziq moddalar yaxshi o'zlashadi va bu ayniqsa yosh ekin hamda ko'chatlarda juda muhim. Keyingi ishi tuproqdan olingan va fotosintezda yaralgan oziq moddalarni butun tanaga tashilishini hamda o'zlashtirilishini kuchaytiradi. Keyingisi oziqlanishni yaxshilaydi. O'g'itlarning samaradorligini oshiradi. Tuproqdagi oziq moddalarni eruvchan qiladi va ularni so'rilishini osonlashtirib, o'simlikka oson hazm qildiradi. Keyingi ishi stressga yaxshi yordam beradi. Ya'ni o'simliklarni sovuqdan yoki issiqdan yoki garmsel shamollardan, suvsizlikdan yoki noto'g'ri qo'llanilgan pestisidlardan kelib chiqqan stresslarga chidamli qiladi va stressdan tez chiqaradi. Keyingisi o'simliklarni immunitetini kuchaytiradi. Ya'ni o'simlikni baquvvat qilib, turli yuqumli va yuqumsiz kasalliklarga hamda zarar kunandalarga chidamli qiladi. Keyingi ishi hosil miqdori va uni sifatini oshiradi. Ya'ni hosil organlari, masalan, shona, gul, dukkak, boshoq, ko'sak va mevalarni ko'paytiradi. Ularni to'kilib ketishiga qarshi turadi va ularni to'lishishini tezlashtiradi. Hajmini esa yiriklashtirib, to'q va og'ir bo'lishiga yaxshi yordam beradi. Ayniqsa hosil sifatini yuqori, rangini chiroyli, ta'mini shirin qiladi, saqlanuvchanligini oshiradi. Bir so'z bilan aytganda, hosilingizni bozorbob qiladi. Bunga undagi organik moddalardan tashqari yana tarkibidagi azot va kaliy ham yordam beradi. Demak, bular o'simlik uchun ishlashi edi. Endi ikkinchi funksiyasi, ya'ni tuproq uchun ishlashini ham tushuntiramiz. Potexdagi organik moddalar
tuproq unumdorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ya'ni u tuproq holatini yaxshilaydi. Ildiz o'sadigan muhitni yumshatib, ildizlarga qulay sharoit yaratadi. Buni ilmiy asosini qisqacha tushuntirib ketaman, bo'lmasa umumiy gapga o'xshab qolyapti. Demak, Potixdagi organik moddalar tuproq ichida glomalin moddasi va polisaxaridlar sintezini rag'batlantirib, tuproq strukturasini, ya'ni suvga chidamli tuproq donachalarini hosil qiladi. Glomalin bu tuproq ichidagi mikoriza zamburug'lari chiqaradigan yopishqoq oqsilsimon modda. U juda mayda tuproq zarrachalarini yelimlaydi. Natijada tuproq strukturasi ko'payadi. Bu esa tuproqni yumshoq va donador qiladi. Polisaxaridlar esa tuproq mikroorganizmlari yaratadigan uzun shakldagi shakarsimon molekulalardir. Bular ham tuproq zarrachalarini biriktiradi va struktura hosil qiladi. Qolaversa, Potixdagi tarkiblar tuproq unumdorligini ta'minlovchi gumus moddasini ham hosil qilib boradi. Bu esa tuproqni nam saqlash qobiliyatini oshiradi. Oziq moddalarni o'ziga biriktirib, ularni erimaydigan shaklga o'tib qolishidan va yuvilib ketishidan saqlaydi. Demak, Potix preparati muntazam qo'llab borilsa, tuproq donador, uvalanuvchan bo'ladi. Ya'ni tez zichlanib yoki qatqaloqlashib qolmaydi. Tuproq ichida havo yaxshi aylanadi. Tuproq sal narsaga yemirilmaydi. Tuproqdagi foydali mikroorganizmlar faollashadi va hokazo. Demak, Potix preparatini ahamiyatini aniq tushundingizlar. Endi uni qo'llash tartibini ham aytamiz. Buni har qanday yashil bargli o'simliklarga, ya'ni ko'katlardan tortib, barcha ekinlarga-yu mevali, mevasiz daraxtlargacha bemalol qo'llash mumkin. Suspenziya qilishda barcha turdagi o'simliklar uchun 1 gektarga ekin yoki mevali daraxtlarni mayda kattaligiga qarab 1 marta sepishda 1 litrdan 2 litrgacha ishlatiladi. Tomchilatib yoki yomg'irlatib sug'orish suviga qo'shib berishda esa 1 gektarga 5 litrdan to 10 litrgacha o'g'it sarflanadi. Qo'llash muddatlari esa ekinlarning turiga bog'liq. Masalan, g'alla ekinlari uchun 1-marta tuplash davrida, 2-marta naychalash boshlanishida va 3-marta boshoq chiqarish oldidan, ya'ni bayroq barg davrida sepasiz. G'o'za uchun 1-marta 3-5 chimbarglik bosqichida, 2-marta shonalashda va 3-marta gullash boshlanishida sepiladi. Bunda ildiz yaxshi rivojlanadi, o'sish tezlashadi, shona va gullarning soni keskin oshib, ularni to'kilishi minimal bo'ladi. Ko'saklar esa yirik bo'lib shakllanadi. Sabzavot ekinlarida esa 1-marta ko'chat o'tkazilib, o'zini tutib olgach yoki urug' unib chiqib 3-4 chimbarg chiqargach, 2-marta shonalash davrida va 3-marta gullash davrida, 4-marta esa meva tugish boshlanishida qo'llaniladi. Mevali daraxtlarda esa 1-marta barglari to'liq chiqib bo'lgach yoki gullashdan keyin, 2-marta g'o'ralar shakllanib boshlanayotganda ishlatiladi. Meva tugish vaqtida esa 10-12-14 kun oralatib yana 2 marta ishlatiladi. Bunda gullarning mevaga aylanish soni maksimal bo'ladi. G'o'ralar to'kilmaydi. Barglar to'q yashil bo'lib, mevaning sifati yuqori, ta'mi esa shirin bo'ladi. Xo'p, agar bu preparatni bu yerda aytilmagan ekin uchun qo'llash tartibi yoki boshqa o'g'itlarga qo'shib ishlatish bo'yicha alohida tavsiyalar kerak bo'lsa, unda Telegramdagi dehqonchilik guruhimizga o'tib so'rangizlar. Batafsil aytamiz. Albatta, boshqa savollaringizdan bemalol beraveringizlar. Aksariyatiga o'zim javob yozaman. Guruh havolasi shu video ostida va kommentariyada berilgan. Mana bu Ifoda kompaniyasining Call Center telefon raqami. Bu preparatni yoki Ifoda kompaniyasini boshqa mahsulotlarni oson topish yoki hamkorlik qilish uchun hududingizni aytib so'rang. O'zlari batafsil ma'lumot berishadi. Yurtimizni deyarli har bir tumanida Ifoda kompaniyasining do'konlari bor. Demak, shu bilan bu videoni yakunlaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr izlar.